Bu video bezmontaj qo'yiladi, xudo xolasa, chunki iloji yo'q. O'zbekiston Portugaliya o'yini tugadi. Ming afsuski biz yutqazdik. Yutqazganda ham juda katta hisob bilan yutqazdik. Aytish sal noqulay. 5-0. Bundan oldingi videoda nasib xudo xolasa 5-0 ga biz yutamiz degandik. Bitta obunachimiz o'ynab gapirsang ham o'ylab gapir. Xuddi shu narsa bizda takrorlanishi mumkin degandi. Naborot bo'lishi mumkin degandi. Xuddi shunday 5-0 bo'ldi. Aziz obunachilar, aziz o'zbekistonliklar va bizni balkim ko'rib qoladigan o'sha futbolchilar. O'yinni ko'rdik boshdan oxirigacha va bundan bilganimiz, tushunganimiz shuki, bizga hali 4 yil bor ekan. 4 yil. Yana 4 yildan keyin xudo xolasa 100% Portugaliyani ham bemalol yutar ekanmiz. O'sha bitta golimizni VAR orqali o'tkazib qo'yardi, full bo'libdi-da. Agar shu bo'lmaganda ham sal do'q bo'lardi-da, 2-1 bo'lardi. Shunda ikkita goli bor edi. Keyin ketma-ket gollar va Ronaldo ham unchalik chiroyli o'yin ko'rsatmas ekan, lekin Ronaldo haqida gapirsam, o'zi hozir aytyapman, men o'sha Messiga balet qilganman. Messini o'sha o'yiniga, o'zi boshqa anosiga emas, xarakteri, u narsalar qiziqtirmaydi, lekin o'sha o'yinda, stadionda o'zini ko'rsatadiganiga Messiga balet qilganman. Va Ronaldo hozir ham 2-3 marta o'sha salga yotib olib, endi men bu tomonda O'zbekistondan turib shunday qilganim uchun shunday tuyulgandir, lekin salga yotib olib, iloji boricha o'sha jarima maydonchasidan o'sha jarima tepishga harakat qilganda, shu orqali ikkita golni ko'paytirishga harakat qilib, shunday o'ynadi-da, juda umuman chiroyli o'yin qilmadi u Ronaldo. Va 4 yil bor ekan aniq. Buni men Xayrulla Hamidov, o'sha o'zimizni boshlovchilar hammasi aytib turibdi. Ko'zlarim qizargandir. Juda xafaman. Baqirdik, sal qoldi o'sha yomon. Odamlar televizorlarni sindiribdi. Menimcha bunday qilishlar shart emas, hojat yo'q, chunki xuddi boshlovchilarimiz, masalan, o'sha necha yildan beri boshlovchilik qilib kelayotgan bo'lsa, ular necha yildan beri o'sha Ronaldoni ham, Messini ham, boshqasini ham, kim qaysi komanda, Portugaliya, O'zbekiston, Ispaniya, Braziliya hammasini o'yinni sharhlagan, ular o'yin haqida, o'sha o'yinchilar haqida to'liq ma'lumotga ega va ular ham juda ko'p o'yin davomida takrorladi. Biz o'sha Portugaliya bilan o'ynayapmiz, deyapti. O'yinda ham juda sezilib turibdi-da. Xuddi professional bilan havaskorlar o'ynayotganda qishloqdan 4 ta yigit qo'yib. Buni men pastga urib aytmayapman. Juda sezildi-da. Hali bor ekan. Yana 2030-yildagi xudo xolasa nimada bemalol nima qilamiz. Lekin yana bitta kichkina ma'lumot, Kongo bilan ham o'ynaymiz, xudo xolasa. O'yin bo'ladi, lekin yana bir marta uni ham nimasi qiyin edi, chunki 5 ta urib yubordi-da. Bizlar ham agar 6 ta 7 ta ursak, sal bo'lishi mumkin, imkoniyat bo'lishi mumkin. Bo'lmasa iloji yo'q. Bo'lmasa o'ynaymiz, lekin baribir o'yin kuni belgilangan, o'ynaymiz, shu bilan chiqib ketamiz. Xo'sh, 5 ta gol, bitta Ugloydan tepilgani Husanovni hisobiga yozilib qo'ydi, avtogol bo'lib, va bu ham o'sha o'yinda chalkashliklar, o'yinni chiqmaslik holatlari, o'sha bizning o'yinchilarimizning ochila olmaganligi, shu nimalar pand berdi. Xuddi shunday ugl tepganda ham sekinroq paslardan kelyapti. Bir-biri bilan nima qila olmay tegib kirib ketdi. Xo'p, aziz obunachilar, nima bo'lgan taqdirda ham biz futbolchilarimizga rahmat aytamiz. Jahon chempionatiga mana 34 yildan beri chiqa olmayotgandik. Aynan mana shu yigitlar orqali biz chiqdik. Ularning ustozlariga, ota-onalariga rahmat aytamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Kimdir yozibdi, o'sha bularga juda ko'p pul ajratilyapti. Bunga bizlar talab qilishimiz kerak yigitlardan.
shaqacha chiqdik deb taksiga bermasligimiz kerak deyapti. Lekin rosti, u gap ham to'g'ri, lekin farq juda katta. Portugaliya bilan hozir O'zbekiston terma jamoasini o'yinchilaridagi, o'yindagi o'zini tutishida farq juda katta. Hali ozgina bor ekan, tajriba kerak ekan bizga. Shunday ekan, bu safargi 2030-yilda nasib bo'lsa chempion bo'lishimiz ehtimoli ko'proq. Lekin bu yilda 2026-yilda nasib bo'lsa mana K guruhidan chiqqandan keyin asta qaytarganmiz. Qaytmasligimiz uchun, guruhdan chiqishimiz uchun kamida 6 ta 7 ta gol ursakkina guruhdan chiqishimiz mumkin ekan. Xo'p, o'yinda juda jon kuydirib o'ynaganlar. Hammasi ham jon kuydirib o'ynadi, lekin o'sha Behruzbek, Shomurodov, Fayzullayev, ayniqsa Husanov o'zi himoyachi shu 4-goldan keyin o'zi hujumga ham chiqib ketdi. Majburligidan o'sha xuddi qilishim kerak degan nimada endi Husanov Mirovoy endi u shu nimasi unga sal og'irlik qilyapti. 4 ta gol rosa hujumga ham chiqib rosa harakat qildi. Aziz obunachilar, hammaga xayrli tun. Nasib bo'lsa, bundan keyingi o'yin baribir bo'ladi. Har qanday vaziyatda ham bo'ladi va bunda biz xudo xolasa 6 ta 7 ta golni kutib qolamiz. Garchi qiyin bo'lsa ham, lekin Portugaliya bilan juda qiyin bo'ldi. Ming afsus. Zo'r gaplarim bor edi, tayyorlab qo'ygan, maqtanadigan, baqiradigan joylari bor edi bizda ssenariyda. Hozir umuman boshqa ssenariy bilan gapirayotganligim uchun na gap kelyapti, na boshqa. Самое главное, biz sog'miz. Nasib bo'lsa, bundan keyin bundan-da zo'r bo'lar xudo xolasa. Shu yergacha keldik. Bu yergacha hech kim olib keladigan yo'q edi bundan oldin. Bu yigitlar olib chiqdi va 4 yildan keyin xudo xolasa inasini ko'rsatib oramiz, xudo xohlasa. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz g'olib bo'lamiz xudo xohlasa, xudo xohlamasa jahon chempionatiga birinchi marta chiqarmidik. Birinchisida chempion bo'larmisak ham, ikkinchisida xudo xohlasa chempion bo'lamiz. Xayr.